Ushbu darsimizda Windows 10 operatsion tizimi haqida bafurcha gaplashamiz. O'zi Windows 10 tizimi qachon ishlab chiqarilgan, kim tomonidan ishlab chiqarilgan, bu yangilanish oqibatida yangilangan shular haqida gaplashamiz. Windows 10 operatsion tizimi Microsoft kompaniyasi tomonidan 2015-yil ishlab chiqarilgan. 2021-yil esa Windows tizimini qayta ishlash to'xtatilgan. Windows 10 operatsion tizimi 2025-yilgacha faol qo'llab-quvvatlanadi. Undan keyin esa ushbu Windowsda yangilanishlar yoki bo'lmasa boshqa o'zgarishlar kutilmaydi, ya'ni bo'lmaydi. Kompyuterdan to'g'ri foydalanish talablarini ko'rib chiqamiz. O'zi kompyuterdan foydalanayotgan paytda nimalar qilish va nimalar qilmaslik kerak. Birinchi o'rinda qaranglar, elektr toki yoki bo'lmasam tizim blogimi yoki boshqa qurilmami, qaysidir qurilma ochiq turgan bo'lsa yoki mana bu blok panalar ochiq bo'lsa, iloji bo'lsa tegmaslik. Ya'ni yoniq turgan payti tegmaslikda. Keyin tushunmay turib, kompyuterda qismlarni hali o'rganmay turib yoki tushunmay turib, turli xil qismlarni ochib, tuzataman deb o'ylab buzib qo'ymaslik kerak. Iloji boricha tushunmasa ochmaslik kerak ichki qismlarni. Keyin kompyuter yoniga turli xil isitish tizimlarini yoki bo'lmasa suyuqliklarni olib kirmaslik kerak. Ehtiyot bo'lish kerak bu narsalardan. Undan tashqari sanitariya gigiyena talablariga rioya qilish kerak. Keyin esa kompyuter qurilmalaridan, misol klipturami, sichqonchami yoki boshqa qurilmami, shulardan qo'pol tarzda foydalanmaslik kerak. Endi kompyuterda to'g'ri yoqib o'chirish haqida gaplashamiz. Qaranglar, personalniy kompyuterlar, ya'ni shaxsiy uy kompyuterlarida power knopkasi bo'ladi, prosessorda, ya'ni tizim blogida power knopkasi bo'ladi. O'sha joyda yoqasizlar. Yoqqanlaringdan keyin esa kompyuterlaring yonadi. O'chayotgan payt esa pusk menusiga kirib yoki bo'lmasa Alt F4 ni bosib zaverishit rabota qilishlaring kerak bo'ladi.